Yaqingacha ham o'yladim, nimaga meni tug'ilgan kunimda kayfiyatim bo'lmaydi debdi. Avvaldan shunaqami? Yo'q, yaqindan. Keyin buni ham topdim. Meni hamma bolaligimda eng zo'r tug'ilgan kunlarim onam va xolam bilan bo'lgan. Ya'ni xolam menga ikkinchi ona bo'lgan. Ikkita xolam bo'lsa, ikkalovligi menga как ona deb bo'lishgan. Bitta qiz bo'lganim uchun menda hech qachon opa-singlim yo'qligi hissi bo'lmagan. Mana shu ikkita xolam bo'lgani uchun. Lekin bundan mana 4 yil oldin katta xolamlar, ya'ni mana shu katta qilgan xolamlar olamdan o'tdilar. Menda tug'ilgan kunga shunaqa tayyorlanardi ular onamlar bilanchi. Ona masalan ish bilan ovora bo'lsalar, stol, sharlar hammasini xolam organizatsiya qilardi. Xuddi shu narsa o'chib qolgan deb bo'ldi meni hayotimda. O'sha tug'ilgan kunimda kayfiyatim tushgan. Nimaga? Chunki men o'sha emotsiyani qidiraman-da. O'sha hissiyot yo'q. Xolam bergan emotsiyani qidiraman-da. Yig'laveraman.